Assalomu alaykum do'stlar, mana bu broilerlarimizga 6-kun bugun. O'zgarishlar yaxshi, xudo xolasa. Hop, bugun qora jo'jalarimizga 30-kun. Ular 1 oylik bo'ldi. Bir oyligida rasxodlarimni hammasini aytib beraman dedim bitta videoimda. Bular endi o'limdan chiqdi. Holatlar yaxshi. Ancha katta bo'lib qolishdi. Hop, bularni 6000 so'mdan olganman bir kunligida. 1.200.000 ga 200 ta cho'ja oldim. 200 ta olingan. Bulardan hozir qolgani 178 ta qopdi. Xo'raz, Magion aralash. Bularga yem berildi. Vitaminlar, vaksinalarni qildik. Vaksinasini suv orqali berdik. Hop, gaz yoqildi bunga. Aslida gaz yoqilib turmasa bo'lmas ekan. Endi kunduzi issiq bo'lgan paytlar yoqilmadi-yu, qolgan paytlar gaz yoqdik. Holat. Bularda ofishiy rasxodi 1 oy ichida 2.250.000 ga chiqibdi. Hammasini hisoblaganda 2.250.000 bo'lyapti. Bularning narxi 1 oyliklari 27.000 so'mdan ekan. 27.000 so'mdan hisoblab o'zinglar bilib olasizlar. 27.000 dan bo'lsa, hop, 4.806.000 bo'lar ekan. 4.806.000 dan 2.250.000 ga ayirasiz. 2.256.000 sof foyda qolyapti 1 oy ichida. Qo'shimcha daromad xonamiz 3 ga 4 joyda 2.250.000. Yaxshi 1 oyda qo'shimcha daromad bo'lyapti. Endi bularni xohlasa biz sotmaymiz. Bular tuxum yo'nalishiga boqyapmiz. Xohlasa buni katta qilib to'ldirib tuxumlarini sotishimiz mumkin. Yoki ochirib jo'jalarini sotishimiz mumkin. Shunaqa.